tog' bag'ridagi kimsasiz o'rmon. Yoxud biz kechasi adashib qoldik. Ertalabda quyosh chiqmasdan avval yig'ilishni boshladik. Ertalab yugurish va banan yeyish foydali ekan deb biz 1 kilometr yugurib kelib banan yedik. Banan yedik ham deb Instagramga qo'yib ekansiz, to'pga chiqib ketavergansiz. Banan yeyamiz, bu banan yeyish uchun ancha mehnat qildik. 1 kilometr yugurib keldik. Hech qanday deb. Ushbu uzoq yo'lda tog'ning toza havosidan nafas ola olmadim. Mana shu sharsharaning tepasiga chiqib olib, akalar rasm yopib qo'yinglar deb rosa baqirdim, lekin hech kim eshitmadi. Hech kim bizni rasm yopib qo'ymayapti. Rasm yopib qo'yinglar. Rasm yopib qo'yinglar. Muzlikni bo'lib oldim, maza qildim. Sharsharadan biroz bahramand bo'lgandan so'ng kabob pishirdik, har xil o'yinlar o'ynadik. Endi bular kim bo'ldi o'zi deb o'ylanib turgan bir paytimda hammamiz to'planishib, bir-birimiz bilan tanishishni boshladik. Qaytishda kimsasiz o'rmonda adashib qoldik. Qanaqadir qilib o'tding. Daryo, toshqin, suvlar, to'lqin, baribir o'taman shu loydan. Loylarga botib, bir narsa qilib yo'limizni topib keldik. Bu esa men ham sayohatda bor edim.